O'shasi yo'q, boshqasi yo'q deb biz o'zimiz ko'rgan narsaga qarab tushuncha fikrda bo'lamiz. Aslida o'sha bo'lishdek. Alloh taoloni suygan bandalar keling, shu yerda gaplashib turamiz. Yana so'rash beraman, okey, qaniyman. Assalomu alaykum. Ochiq bo'lsa kerak. Assalomu alaykum. Ozgina ana tortadi, uni tortadi. Bu yoqdami, aka? Assalomu alaykum. Mana yana o'sha chiko'lash marosimiga ratalar bilan faqat mana oshlarga yig'ilamiz. O'zbekning maoshi ko'p ekan. Yaxshi kunlar yo'q. Har doim yaxshi kunlarga yetsin. Nodir ham orqadan nimadir shama qilyapti, nimadir gaplar. Naim aka. Bola, bu jinni xonami? Suradigan meni topdim. Juda chiroyli bo'lib yurgan ekanlar. Bizda chiko'lash marosimi. Hammamiz yig'ilib, maza qilib, mashtaqa oshlarni yetkazganingiz uchun shu yerda ko'rishamiz. Biz mana akalar bilan maza qilib, yaxshi mashlab oshlar bor ekan, oshlarda ko'rishib, boshqa paytda bir-birimizga xabar olish anaqa yo'q. Oqibatimiz vasha kuchli. Yaxshi osh. Xudo shukr, mashlab oshlarimiz bor. Bor bo'lsa mana. Soatlik katta bo'ladi. Ularni olib ko'rmadingmi sen? Boshqa boradigan odatlarni jurning. Bratan, faqat mana shunaqa joylar topaman. Boshqa joylar hech ko'rmayman. Oqibatimiz juda kuchli. Orqal bo'lgan, yaxshi keldi.
Bu tamojnilar ochda yig'ilgandan keyin bularni ketqizish ham qiyin bo'ladi. Hammasi soatlab kimsan, qayerda yuribsan, nima qilyapsan. Mana shunaqa tarqalish ham qiyin ochdan keyin. Xudovo charchab qolmaysizmi? Yaxshi o'tqiz oldingizmi? Xursandsiz mana. Hammamiz siz boqaningizda yig'ildi. Yaxshi baxtli bo'lishsin, tinch bo'lishsin.